Nega antibiotiklarga allergiya ko'p kuzatiladi? Antibiotiklar va allergiya organizm nega himoyaga tushadi? Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Bugungi mavzu antibiotiklarga allergik reaksiya haqida. Bu nima? Nega bu qadar ko'p uchraydi? Va zamonaviy ilm-fan bunga qanday qaraydi? Sizlar bilan bugun birga o'rganamiz. Eng ko'p uchraydigan antibiotikka allergik reaksiya bu penisillinlar va ularning hosillalari, sulfanilamidlar va ba'zan makrolidlarga nisbatan kuzatiladi. Nega aynan antibiotiklarga nisbatan? Birinchi va eng muhimi, tez va ko'p miqdorda antibiotik foydalanishimiz. Antibiotiklar ko'pincha noto'g'ri va ortiqcha buyuriladi. Bu esa o'z navbatida organizmni sezgirlikka olib keladi. Bundan tashqari, antibiotiklarning strukturaviy murakkabligi, ayniqsa beta-laktam halqasiga ega bo'lgan penisillinlar immun tizimini rag'batlantirish xususiyatiga ega. Bundan tashqari, inyeksiya usulida ko'p qabul qilishimiz sabab bo'ladi. Tomir ichiga va mushak orasiga yuborilish reaksiya xavfini oshiradi. Chunki oziq-ovqat orqali ichilgandan ko'ra inyeksiya orqali immun javob tezroq va xavfliroq kechadi. Keyingi sababi immun tizimining muvozanatsizligidir. Bolalikdan mikroflora buzilishi, antibiotiklarni betartib va ko'p miqdorda qabul qilishimiz immun reaksiyani, ya'ni allergik reaksiyani oshiradi. Ya'ni immun javobni noto'g'ri shakllantiradi. Kimlarda ko'proq kuzatiladi? Ayollarda erkaklarga nisbatan 2 barobar ko'proq kuzatiladi. Bu ko'proq antibiotik qabul qilish bilan bog'liq. Keyingisi oilaviy tarix, ya'ni birinchi darajali qarindoshlarda borligi bu xavfni oshiradi. Bundan tashqari, boshqa allergik kasalliklar bilan chalinganlar, masalan, polinoz, atopik dermatit, astmaga chalingan bemorlarda uchrashi yuqori bo'ladi. Diagnostikasi va davolashi. Tashxislash uchun allergik testlar o'tkaziladi. Teri testlari va konsentratsiyali og'iz testlari o'tkaziladi. Reaksiya aniqlangan taqdirda bemorga kasalligiga mos antibiotiklar tanlanadi. Oldini olish uchun nima qilish kerak? Oldini olish va tavsiyalar. Antibiotikni har bir inson zarurat bo'lganda yoki faqat shifokor tavsiyasi bilan qabul qilish zarur. Allergiya tarixi bo'lsa, har doim shifokorni ogohlantirish zarur. Muqobil antibiotiklar tanlash eng muhimi hisoblanadi. Antibiotikka allergiya keng tarqalgan, ammo ko'pchilikda noto'g'ri tasdiqlangan allergiya mavjud. Shuning uchun har doim shifokor bilan maslahatlashib, allergik testlardan o'tish muhim hisoblanadi. Antibiotikni behudaga ishlatmaslik, o'zingizni nazorat qilish va allergiya belgilari paydo bo'lganda darhol shifokorga murojaat qilish zarur choralardan biridir. Antibiotiklarni o'zboshimcha qo'llash hayotning tugashiga ham olib kelishi mumkin. Sog' bo'ling, salomat bo'ling, bizni kuzatishda davom eting.